Bugungi videomizda sarlavhada ko'rganingiz kabi hammamizga tanish bo'lgan Squid Game yokida kalimar o'yini haqida. Bu film shunchaki o'ylab yozilgan ssenariymi yokida hayotda bo'lgan voqeami? Hozir aytadigan ma'lumotlarimni eshitsangiz hayron qolasiz. Hozirgi kunda koreys xalqi bu film haqida aytayotganlari juda ham ajablanarli. Bu voqea Janubiy Koreya tarixida juda ko'p insonlarni bilishmagani, unutishgani yoki unuttirishga harakat qilgan voqealardan biri. Hammasi Koreya urushidan so'ng 1960-yilda boshlangan. Janubiy Koreya hukumatı urushdan so'ng tezroq oyoqqa turish va sanoatni va ijtimoiy tartibni to'g'rilash birinchi harakatlaridan bo'lgan. O'sha vaqtda Janubiy Koreya prezidenti Pak Chung-hee 1962-yilda Janubiy Koreyani tezroq oyoqqa turg'izish rejasini tuzib chiqib, xalqqa tatbiq qilishni boshlaydi. Prezident buning uchun xalqidan yaxshiroq mehnat qilishlarini so'raydi va shunchaki bekor yurgan insonlarni yoqtirmas edi. Buning uchun tilanchilarni, uyi yo'qlarni va davlatni rivojlanishi uchun xalaqit beradigan har bir insonni Pusan shahrida joylashgan Brother Home, ya'ni birodarlar uyiga olib kela boshlashdi. Bu yer reabilitatsiya markazi shiori ostida ish boshladi. Koreya hukumatı xalqaro obro'yni himoya qilish maqsadida qattiq rejimda ishlashni boshladi va Pak Chung-hee yangi bir qaror qabul qildi. Qarorda bekorchi va ishga yaramaydigan kimni ko'rsangiz ushlang va bu yerga olib keling degan. Bu borada politsiya xodimlariga hamma ruxsatni berishdi. Shu bilan birga kim ko'p inson olib kelsa, unga ko'proq pul berishdi. Undan so'ng oddiy insonlarni va yosh bolalarni ham olib kela boshlandi. Bu yerga olib kelinganlarni kiyimlar alishtirilar, bir xil kiyimda yurishga majbur qilinar edi. Ko'rib turganingizdek, ularning ustidagi kiyimlar ko'k va hammasi bir xil. Ularga bir nomer berar edi va o'sha nomer bilan xitob qilinar edi. Ular uxlashlari uchun 2 qavatli karavotlar berilar edi. Bir xonada yuzlagan insonlar qolishga majbur qilinardi. Bu yerga kelganlar guruh-guruhga bo'lingan, o'zlari ichida o'zlariga boshliqlar tayinlar edi. Bu boshliqlar Pakinju buyurgan buyruqlarini guruh a'zolariga qildirar edi. Har bir guruh a'zolari 120 kishidan iborat bo'lib, bular shu yerda joylashgan fabrikalarda ishlatilar edi. Bu fabrikalarda oyoq kiyimlar, ko'rpalar va metaldan tayyorlanadigan buyumlar va shunga o'xshash narsalar ishlab chiqarilar edi. Ularga berilgan vaqt mobaynida tugatish kerak bo'lgan vazifalarni bitirmaganlar qiynoqqa solinar edi. Bir guruhda bir kishi xato qilsa, guruh a'zolari hammasi jazolanar edi. Ba'zi vaqtlarda esa bu yerdagi qo'riqchilar ko'ngillari istagan oddiy o'yinlar o'ynatib ham jazolashgan. Bulardan biri Hiroshima o'yini. Bu o'yin oyoqlaridan osilgan holatda qolishar, kim chiday olmasa, ya'ni yerga tushib ketsa, uni juda qattiq kaltaklashar edi. Chiday olganlar esa mukofot olar edi. Mukofot esa kaltaklangan insonlarni bir kunlik ovqatini ularga berishar edi. Ba'zi insonlar qiynoqlardan o'lsa, ba'zilari ochlikdan va kasallikdan o'lar edi. Bunga sabab fabrikada tutib olgan sichqonlarni och yurganligi uchun yer va bu bilan o'zlariga har xil kasalliklar yuqtirishar edi. Shu oqibatida hayotdan ko'z yumar edi. Bu yerdagilar ustidagi kiyimlarini almashtirmas va shu kiyimlarni bir necha oylar kiyar edi. Bu yerga kelgan ayollar homilador bo'lib qolsa, ularga dori berilar va shu bilan hech qachon homilador bo'la olmas edi. Qiynoqlar yuzidan oyoqlarini, qo'llarini yo'qotganlar, ya'ni ishga yaramaydigan bo'lib qolganlar esa zombi deb nomlangan bo'limga o'tkazilar va u yerda bir necha kun bir marta ovqat berishar edi. Vafot etganlarni
organlari chiqarilib olinib, sotilar, jasadlari esa yoqilar yoki-da to'pli mozorlarga, ya'ni bir necha kishini birgalikda ko'mishar edi. Bu yerda 1975-yil 1988-yilgacha o'lganlarning soni 657 kishini qayd etilgan bo'lsa-da, haqiqiy hisob esa minglagan insonlar edi. Bu yerga olib kelingan va bu yerdan sog'-salomat chiqqan bir insonning so'zlariga ko'ra, ular har kuni ertalab bir musiqa yordamida uyg'otishar va ularni majburiy ravishda xristianlik diniga tatbiq qilishar edi, deydi. Har bir ishning xotimi bo'lganiday, bu yerni ham yopilish vaqti kelgan edi. Bir kuni Kim Yong-won ismli odam o'rmonda ovga chiqadi va bir qancha kishini zanjirlangan holatda ishlashga majburlanayotganini ko'radi va bularni tekshirishni boshlaydi. Va u yerda 900 dan oshiq bolakayni, 3000 dan oshiq voyaga yetgan har xil yoshdagi insonlarni majburiy ravishda ushlab turganini va ishlashga majbur qilinayotganini biladi. Bu joyni tintuv qilishga va odamlarni chiqarishga harakat qiladi. Lekin davlat rahbari tomonidan chiqarilgan buyruq asosida qilinganligi uchun hech narsa qila olmaydi. Koreya xalqi esa Koreyadagi tilanchilar va ishga yaroqsizlar kamayganidan xursand edi. Brother Homda nima bo'layotgani bilan ishlari yo'q edi. Lekin Kim Yong-won esa buni, ya'ni harakatni to'xtatmaydi va natijaga erishadi. U yerni tintuv qilishga muvaffaq bo'ladi va direktor Park In-jun hibsga olinadi. Uning ish joyidan o'sha vaqtga to'g'ri keladigan $3,5 million qiymatiga teng keladigan koreys puli topiladi va uning uyidan esa $20 million topiladi. Uni 15 yil qamoq jazosiga hukm qilishadi. Lekin u advokatlarni ishga solib, davlatni o'margan deb 2 yil qamoqda o'tiradi va qamoqdan chiqqandan so'ng Avstraliyaga qochib ketadi. Hozirgi kunda esa uning qizi katta bir shirkatning egasidir. Endi esa bu yer bilan Squid Game'dagi o'xshash holatlar haqida gaplashamiz. Kiyimlarning o'xshashligi, faqat bular ko'k, filmda esa yashil rangda. Filmda ham hayotini yo'qotgan, qarzga botgan, chorasiz va o'lib ketsa hech kim qidirmaydigan insonlarni yig'ib kelishadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Yotadigan joylarga, ya'ni yotoqlarga e'tibor bering. Bir xil. Filmda ismi bilan emas, balki ularga berilgan nomer bilan murojaat qilinadi. Xuddi Brother Homday. Zinalar holati ko'rib turganingizdek o'xshash. Uyg'onishda musiqa bilan uyg'onishlari. O'yinda yuta olmaganlarning ovqatlarini yutganlarga berilishi filmdagi kabi. O'lganlarning pullarini hayotda qolganlarga berilishi bilan bir xil. Va guruhda bir kishi berilgan vazifani bajara olmaganda guruhning hamma a'zosi jazo olishi. Ikkinchi sezonning ikkinchi o'yinida guruh a'zolari bir kishi tufayli yutqizishgani va shu orqali ularni o'ldirishganini ko'rasiz. Filmning ssenariy muallifi Hwang Dong-huk yoshligida o'ynagan o'yinlar asosida qilinganligini va bularning hammasi xayoldan o'ylab topilganini aytsa-da, haqiqatlar boshqa narsa demoqda. Endi siz bir o'ylab ko'ring. Bu film haqiqatmi yoki shunchaki xayoldan o'ylab topilgan filmmi? Bu filmni ko'rganlar buning javobini topishdi. Ko'rmaganlar esa bu filmni ko'rib oltinga teng vaqtingizni sarflashingizni maslahat bermayman.